kelin. Ovqatlaringiz biram shirin chiqibdi. Bo'larkan-ku, shunaqa shirin ovqatlar, salatlar qilsa. Keyin maskini ichmat etganman. Hoziradigan joyimni birinchi bo'lib damlab qo'yingda. Bo'ling, tez damlang. Osh bo'lsa oyijon, Dinaraxon esimdan chiqibdi, hozir damlab kelaman. Voy, namuncha shuni maqtaysiz? Shunda ko'rsam bo'g'ildirib qo'ygim keladi. Lallaygan kelininsan. Men qara, sen qaytib kelgan qizsan. Jin o'tirib ovqatingni yegan. Oyi, ana mashinani gaplashdingizmi? Nima bo'ldi o'sha gap? Gaplashman mana. Voy, oyi, hozir ayni vaqti. Shuni gaplashing. Qizini tinchligi uchun qudalaringiz hamma narsaga tayyor. Davay, foydalanib olaylik shundan, oyi. Hozir o'tirsin, sekin gap ochaman. Dinaraxon, mana choyingiz asalim. Ziyodaxon, Labiyoz. sizda gapim bor edi-da. Xo'p. Shu Dinaraxonga yuzdagilarga aytsangiz, bilasiz yaqinda tug'ilgan kuni mashina olib berishsa degandim. Mashina? Aha. Oyijon, o'zi o'g'lingizga yaqinda mashina olib berishdi-ku. Voy. Bittani olib bergan arzimaganimda ko'pilta gapiryapsizmi? Voy, tavba. Tug'ilgan kuningizga ham komplektni olib berib uyimdagilarga ham oson emas. Osonmas? Ular ham qiynalishyapti hozir oyijon. Menga olib bergan tillaligini hali minnat Yo'q, qilyapsizmi? oyijon, minnat qilmadim. Yaxshi kunlaringizni taqing, oyijon. Xullas, Ziyodaxon, gap shu. Shu uyda tinchgina yashayman desangiz, meni qizimga mashina olib berishsan. Xo'pmi? Oyijon, qanday aytaman? Voy. Shunday aytasiz. Boring, gaplashing hozir. Xo'p bo'ladi, oyijon. Bopladimmi? Bopladingiz. O'zi shunaqa bo'lish kerak. He, odamlarchi kuyoviga inomarka podarka qilyapti shu. Bitta kobaltini minnat qiladi. Olib bersam. Senga nima mashina olib berisharkina? Sen menimcha Cobalt Master oyi. Voy, BYD xohlayaptilarmi bu yoqishim? Qanaqa betaman onajonimga. Uydagilarimni ham qiynab bordim. Mashina deydimi? O'zi yaqindan bularga mashina olib berishdi. Tillarni ham kreditga olib berishgan bo'lsa. Qanday aytaman? Oilamni saqlab qolish uchun bir umr pora berib yashaymanmi? Bunaqada oilam buzilib ketadi-yu.